Assalomu alaykum. Hurmatli kanalimiz mehmonlari hamda obunachilari. Kanalimizga xush kelibsiz. Siz bilan eng so'nggi sport yangiliklarini yetkazib beruvchi Ravshan Haydarov boshqaruvidagi O'zbekiston U23 terma jamoasi iyun oyidagi FIFA kunlarida Fransiya Olimpiya terma jamoasiga qarshi o'rtoqlik o'yinida maydonga tushadi. Uchrashuv 4-iyun kuni Arlian stadionida soat 21:45 da bo'lib o'tadi. Saudiya Arabistonida davom etayotgan 17 yoshgacha bo'lgan futbolchilar o'rtasidagi Osiyo chempionatida barcha chorak finalchilar nomi aniqlandi. Unga ko'ra, O'zbekiston o'smirlari Birlashgan Arab Amirliklariga qarshi maydonga tushadi. Yaponiya, Saudiya Arabistoni, Tojikiston, Janubiy Koreya, Indoneziya, Shimoliy Koreya terma jamoalari o'zaro bahs olib boradi. O'zbekiston hamda Birlashgan Arab Amirliklari o'rtasidagi uchrashuv 13-aprel kuni soat 21:45 da start oladi. O'smirlarimizga chorak final bahslarida ham omad va g'alaba tilab qolamiz.